Ekskavatorga, bobketga va MTZ traktorga. Hozir sizlarga mana shu ish haqida ma'lumot beraman. MTZga odam kerak. Oylik 120 ming oklad. Ish Moskovskiy oblastida. Men aytsam, prava kerak emasam, пока что agar ishlab tursangiz ham bo'ladi, keyinchalik rossiyskiy prava olishingiz kerak bo'lar ekan. Uchta ishda ham пока что без prava ishlab tursangiz bo'ladi, lekin обязательно olish kerak bo'ladi rossiyskiy pravani. Oylik 120 ming rubl yotoq joy beradi. MTZga oklad ish bo'lsin bo'lmasa 120 ming rubl. Ikkinchisi, soatiga 500 rubldan bo'lib ketgan ish bor. 10 kunlik, где-то 10-15 kunlik ish bo'lar ekan. Soatlari ham yaxshi qo'yib beradi, gorod Moskvada. Iloji boricha hujjatlar bo'lish kerak edi, endi o'ziga yaxshi deb bo'lgan. Undan keyin uchinchisi, ekskavatorga ish bor, soatiga 600 rubldan katlaman qolish kerak ekan. Gusenichli ekskavatorga. Mana bugun keldik, ekzaminni o'tdik, pravalarni oldik. Endi hozir qor hamma yoq buni ochib, ko'rsatib o'tirmaymiz. Ichida hammaga tavsiya qilamiz. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Ertalab keldik, mana obeddan keyin soat 3:30-4 bo'lyapti. Bo'ldi, oldik, chiqdik, ketamiz. Tamom. Bir kunda ishinglar bitadi. Agar nomerlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu video tagida ish bor, esenga uchun yozib qo'yaman. Shu ustiga bitta bosadigan bo'lsangiz, nomeri chiqadi opисаниеda. Mana shu videoni ishlanishiga guvoh qo'ysangizlar, inshaalloh ko'z oyida sizlarga hisob bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, o'rtoqlar. Sog' bo'ling.